Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 10-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. Shu o'qigan hadisimizga hayotimiz tarzida amal qiladigan, shu narsaga ergashadigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'rab qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 10-hadis. Tavhid jannatga kirishi, shirk esa jahannamga kirishi sababdir. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzuriga bir odam kelib, "Ey Rasululloh, ikki vojib qiluvchi nima?" dedi. U zot, kim Allohga hech narsani shirk keltirmagan holda o'lsa, jannatga kirishi, kim Allohga biron narsani shirk keltirgan holda o'lsa, do'zaxga kirishi dedilar. Muslim rivoyati. Inshaalloh shu o'qigan hadisimizni hayotimiz tarzida shu narsaga ergashadigan, shu narsaga amal qiladigan, hammamizni shu narsa bilan yashashimizga sababchi bo'ladigan, shu narsaga amal qilishimizni Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz. Shu ko'rgan videolarga bir dona like, podpiska bosib qo'ysalar xursand bo'lib qolardik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.